Eng zo'r telefon o'yinlari top 3 taligi. Ko'pchilik kommentariyada mobil o'yinlarni ham chiqarishni so'radi va men bugun sizga 3 ta o'zimga eng yoqadigan o'yinlarni tavsiya qilaman. Siz esa menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Birinchi o'yinda siz Tayler ismli sobiq qotil rolida bo'lib, birin-ketin buyurtmalardagi odamlarni yo'q qilishingiz kerak. O'yinda shunchaki o'ldirishingiz emas, balki buni baxtsiz hodisaga o'xshatishingiz ham kerak bo'ladi. O'yin hammamizga yoqadigan Stickman stilda bo'lib, uning nomi Clear Vision 4. Ikkinchi o'yin siz uchun eng uzoq o'yin bo'lishi aniq. Unda siz qirolning qayta tug'ilishini kutadigan soya rolida bo'lasiz. Siz xonalar uzra aylanib yurishingiz va vaziyatni kuzatib turishingiz jarayonida qiziq narsalar guvohi bo'lasiz. Va eng qizig'i, o'yin real hayotda 400 kun davom etadi. O'yinning nomi esa The Longing. Uchinchisi esa do'stlaringiz bilan o'ynash uchun eng yaxshi o'yin bo'lib, unda siz doskaga oshiqlarni tashlab, doskani aylanib chiqishingiz va tushgan yerlaringizni sotib olib, ularga tushgan odamlardan arenda puli olishingiz kerak bo'ladi. Bu o'yin juda ham mashhur va uni ko'plab boylar, biznesmenlar o'ynashadi. O'yinning nomi bilganingizdek Monopoly. O'yinlarning barchasini profilimdagi Sindorz bot orqali tekinga yuklab olishingiz mumkin. Videoni esa do'stlaringizga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Siz bilan doimgidek Sindorz bo'ldi.